Hammaga assalomu alaykum va xayrli tong. Bugun 2 yanvar. Tong sahardan yurishlarga chiqdimda oymomonni videoga oldim. Bugun oymomon to'lin bo'lgan. Yana kamgina qolgan. Ertaga 3 yanvar kuni to'lin oy bo'lar ekan. To'liq bo'lar ekanda, yana oyda yerga eng yaqinlashgan kuni ekan ertaga. Unga qarab qanaqadir niyatlar qilsa, endi shunaqa deydi. Nima niyatlar amalga oshaymi? Shu yo'lda mana bunaqa qop-qora kuchuklarim chiqib turadi bizda. Shunaqa qilib bugun ertalabdan yo'llarga chiqdim, lekin to'g'risi qotib qoldim. Shunaqa ham havo sovuq ekan. To'lin oyda yana videoga oldim. Qaytishimizda hozir 7:30 bo'lgan. Mana shunaqa qop-qorong'u. Ertaga 3 yanvar kuni to'lin oy to'liq bo'lar ekanda, katta bo'lib yer yuziga yaqinlashar ekan. Mana bu qal'a, qanaqadir qal'a, ichi nima, muzey. Shunaqa qilib mana shu yoqlarda, ana shu qal'ani tagida men mashq qilaman har kun. Bugun ana shu yoqlardan yurib keldim, mashq qilaman deb borgan edim, qotib qoldim. Ikkita dugona qaytdik. Ertaroq qayta qolaylik dedikda qaytdik. Mana Izmir qush udasi bo'ladi bu. Xudoga shukr, Allohimning yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Dengizlarni ham ko'rdik, Turkiyaga kelib aylandik ham. Allohimga shukrlar bo'lsin. Shunaqa qilib abitdan keyin bo'ldi azizlarim. Abitdan keyin hammanglar dedim, u kampirimni ham bir aylantirib kelayin dedimda, stolovga olib chiqdim. Stolovga keldikda o'tirib choy ichamiz dedi, kofe ichdik. Kampirim kofe ichaylik dedi, turk kofesini ichib oldik. O'tirib olib bizda kun ana shunaqa qilib o'tdi. Keyin u yerdan ham tez qaytdik lekin. Chunki men o'zim yengil kiyinyapman, tashqari juda ham sovuq ekan. Quyosh chiqib yotganiga men quyoshga ishonib yengil kiyinibman, lekin juda ham sovuq ekan. Keyin odamlarni mana bunday qilib videoga oldimda, mana qaranglar, kurtkalarda yuribdi odamlar. -3 ekan bugun. Azizlarim, bizda ana shunaqa gaplar. Shetib mana shunaqa otagarlarga ham keldim, stolovlarda ham o'tirdim, kofelarni ichdim, Turkiyalarga keldim, mazza qilib kezdim, aylandim. Allohimga shukrlar bo'lsin. Shu yerlarga rizqimiz qo'shilgan ekan, nasibamiz qo'shilgan ekan. Men dam olmasdan ishlaganim uchun bilmadim, hamma hayratlanadi, dam olmasdan qanday ishlaysan, qiynalmaysanmi deb. Bilmayman, men hech qiynalganimni bilmayman. Shunaqa qilib xohlagan paytim aylanishlarga chiqsam. Keyin yo'lda qaytayotgan paytimiz mana bunaqa Alovuddinni sehrli chirog'ini ko'rib qoldim. Bu bizlar domimizni tagini shunaqa qilib bezagan ekan. Men mana bu o'tlar o'rgandan keyin ko'ribman uni. Oldin ham ko'rgan edim, e'tibor qilmagan edim. Bugun shu Alovuddinni sehrli chirog'i esimga tushib qoldi. Azizlarim, shunaqa gaplar bizda. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarida ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar. Menga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.